Dünya miqyasida yolg'on tashviqotga qarshi turish xizmati bilan shug'ullanayotgan Amerika Tashqi ishlar ministrligining Yer shari aloqa markazi 24 avgust Xitoyning Sharq Turkiston to'g'risida dunyo jamoat fikrini kontrol qilish tirishchanligi temasida doklad e'lon qilgan. Doklad Xitoyning xalqaro Sharq Turkiston masalasi haqida so'z qilish huquqini kontrol qilib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millat a'zolariga qartilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar haqida doklad tayyorlagan mustaqil axborot vositalariga tuhmat chaplaganligi tanqidlangan. Amerika parlament a'zolari ziyoratidan keyin Xitoyning kuchli inkosiga duch kelgan Tayvanda mudofaa ishlari uchun texmo ko'p pul xarjlash chaqiriqlari kuchaydi. Tayvan hukumati yangi harbiy xomchotni o'tirg'a qo'ydi. Tayvandagi eng yuqori boshqarish organi bo'lgan ijroiya mahkamasi kelar yili uchun 586 milliard 300 million dollar mudofaa chiqimini o'z ichiga olgan 2 trillion 700 milliard Tayvan dollarini, ya'ni taxminan 90 milliard Amerika dollarlik bir xomchot loyihasiga qo'shildi. Ümumlik banki qatorliq sohalarda ig'ir krizga duch kelayotgan Xitoyda nazorat qilib boshqarish organi Sharq shimoldagi Liaoning o'lkasidagi yana 2 yerlik bankining vayron bo'lish rasmiyatini bajarganligini e'lon qildi. Xitoy banka va sug'urta nazorat qilib boshqarish komiteti Liaoyang Yezi Soda bankisi va Liaoning Taiji bankisi topshirgan vayron bo'lish arxivini prinsip jihatdan qabul qiladiganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining aytishicha, Amerika Kengash palata a'zosi Marsha Bilakovertning Tayvan ziyorati Xitoyni qattiq bearam qilgan bo'lib, Xitoy bu ziyoratga qat'iy qarshi turadi ekan. Taratqularning xabariga qaraganda, Amerika Tennessee shtatining Cumhuriyetchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Marsha Bilakoverun 25-27 avgust kunlari Tayvanni ziyorat qilgan. Yevropa ittifoqi Kosovo bilan Serbiya o'rtasida Kosovo serblarini o'z ichiga olgan barliq fuqarolarning erkin yetkilishi to'g'risida kelishim hosil qiladiganligini e'lon qildi. Yevropa ittifoqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosiy yuqori darajalik vakili Josep Borrell yaqinqi bir necha oyda Kosovo bilan Serbiya o'rtasida jiddiylik paydo qilgan bu masala to'g'risidagi kelishimni ijtimoiy aloqa to'rida e'lon qildi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trumpning Floridadagi Mar-a-Lago ismli saroyiga qilgan hujumga qarata tayyorlagan aybnomada oldingi izlash jarayonida qo'lga tushirilgan 15 yoshning 14da jami 184 maxfiy hujjatning tepilganligi bayon qilingan. Undan boshqa Federatsiya tekshirish idorasi bu bayonotida Trumpning uyida qo'lga tushirgan hujjatlarning insoniy axborot boyligiga bexatarlik olib keladiganligini o'tirg'a qo'ydi. Qozog'iston bosh ministri ishxonasi e'lon qilgan yozma bayonotida Davlat mudofaa sanoati komiteti yig'inining bosh ministri Alixon Ismoilovning riyosatchiligida o'tkazilganligi bayon qilindi. Ilginchcha, yig'inda Qozog'iston sanoat va ul aslahalar taraqqiyot ministrligining qurol, harbiy aslahalar va harbiy mahsulotlarni eksport qilishini 2023-yil 8-oyning oxirigacha to'xtatish taklifini baholagan va komitet a'zolari tomonidan tasdiqlangan.